Onasi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Rahmat. Odam, buzangi. Tog'a, assalomu alaykum. Borgina, ishdan charchab kelganman o'zi. Otasi, magazinda 100 dollarga qo'yni ko'rganim, olib bering. Bo'ldi, onasi. Olib beraman. Ukam choy ichyaptimi deydi. Shu jiyaningga maktab forma bermoqchi edim. Puling bo'lsa berib tur. Opa, alimentga yozsangiz bo'ladi-yu, yeringizdan pul olsangiz bo'ladi-yu. Hadeb mendan so'rayvermasdan. Menda ham xos pul yo'q. Oya, maslahatli ish bor. Shu opam adini chiqazib olsin. Kvartira topib qo'ydim. O'shani o'zi sekin tushuntirsangiz. Qachongacha bizlarni yashaydi? Jonga ham tegdi o'zi. Ey oyi, erim opasi qaytib kelganu, o'shalardan bir amallab qutulishim kerak. Erim bor pulini yeb ichib o'tiribdi. Oyi, qayerga ketyapmiz? Boshqa uyga ko'chmamiz, o'g'lim.